Egizgi sosi erib ketgidagi yumshoq qilib qunaq-qunidan boshlandek o'xshitib, pranik silishni sizlarga yutib qo'yay do'stlar. Tayyorlash usul pek oddiy. Qat'iy yuqori texnik tanab qilmaydi. Yangidan tamoq etishni yoki pishirishni o'rganayotgan do'stlarmi bir qitimli futuq qozonalaysizlar. Qiysizlar, bugun o'ylanglar hammamiz birlikda o'rganaylik. Oldi bilan ketaylik materiallarni ko'rsatilgandek tayyorlab olamiz. Materiallarimiz shunchalik oddiy, gram sonini ekranga tafsili yozib qo'ydim. Oldi bilan seriqma yoki qo'y meyining javurg'i silib ko'rsatilgandek chalg'ush bilan yaxshi aralashtirib oqarg'ich ko'ptirib olamiz. Undan keyin shakar bilan tuxumni silib shakar erigicha buni aralashtirib olamiz. Undan keyin hasalni silib, hasalni yaxshi bir aralashtirib etgandan keyin qo'noq uni, bug'doy uni, soda, podalarni birla vaqt silib, qo'limizning uchidan yengil aralashtirib ximir oldiga ekib olamiz. Hadidan ziyodi kuchab yoki aralashtirib yug'urib etmaymiz juma do'stlar. Bo'lmasa mabingam pishib chiqqandan keyin qattiq bo'lib qoldi. Ximirni yug'urib poplam duxovkani oldin qizitish uchun echib qo'yamiz. Ximirni 5 minut atrofida tindirib olgandan keyin taxtaning ustiga ilib no'g'ish bilan ko'rsatilgandek qilinni pizliqni normal qilib yeyib echib olamiz. Arqadan o'zimiz yaxshi ko'rgan chiroyli qiliblarimizdan o'tkazib olib, yuzini shakak berib esib etgandan keyin oldin qizitib olgan duxovkaga silib 180 gradusda 15 minutdan 20 minut atrofida pishsa saqlam tayyor bo'ldi. Ko'rganinglardek tayyorlash usulimi ketarlik materiallarimiz shunchalik oddiy, aralashtirishga aplik bir jup qo'linglar bo'lsa tayyor qila olasizlar. Oxirida mushunda Xandon markasidagi go'zal taxsilarimizga chiroyli qilib tizib olgandan keyin cho'nglarimizning oldiga qo'ydik.